Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Germaniyaning Deutsche Welle agentligini RBKga tayanib xabar berishicha, Rossiya mamlakatdagi yoqilg'i taqchilligini bartaraf etish uchun Hindistondan benzinni keng ko'lamda import qilishni rejalashtirmoqda. Deutsche Welle'ning ma'lumotiga ko'ra, Hindiston, Xitoy va Turkiya bilan bir qatorda Rossiya neftini eng yirik xaridorlaridan biri hisoblanadi. Ushbu uch mamlakat Rossiyaning umumiy xom neft eksportini taxminan 98% ni xarid qiladi. Shu bilan birga Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin aynan Hindiston Rossiyaning Urals rusumli neftini dengiz orqali yetkazib berish bo'yicha mutlaq yetakchiga aylandi. 2026-yil iyun oyida Hindiston kuniga 2,66 million barrelgacha Rossiya neftini sotib olgan. Hindiston Rossiya neftini bir qismini qayta ishlab, benzin va dizel kabi neft mahsulotlari ko'rinishida eksport qiladi. Energetika sohasida ma'lumotlar tahliliga ixtisoslashgan xalqaro tadqiqot va konsalting kompaniyasi Wood Mackenzie'ni baholashicha, 2025-yilda Hindistonning benzin eksporti rekord darajaga kuniga 400 ming barrelga yetgan. Bu mahsulotning asosiy xaridorlari Osiyo mamlakatlari bo'lgan. Endi Rossiyadagi benzin taqchilligi va uni sabablari haqida qisqacha so'z yuritamiz. Deutsche Welle'ning o'rganishlariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushi 5-yilga kirgan bir paytda Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga qaratilgan maqsadli hujumlar oqibatida mamlakatda neftni qayta ishlash hajmi so'nggi 20 yildagi eng past darajaga tushib ketgan. Benzin ishlab chiqarish esa 25% ga qisqargan. Reuters agentligining qayd etishicha, hozirda Rossiyada benzin tanqisligi ichki iste'molni taxminan 20% ga yetgan. Qator hududlar hokimiyatlari yoqilg'i sotuviga cheklovlar joriy etgan. Krimda esa 21-iyundan boshlab yoqilg'i quyish shoxobchalarida jismoniy va yuridik shaxslarga benzin sotish to'xtatilgan. Krim rahbari Sergey Aksyonov Max Messenger'idagi sahifasida benzin va dizel yoqilg'isi faqat yarim orolni hayot faoliyati va xavfsizligini ta'minlovchi xizmatlar uchun ajratilayotganini ma'lum qilgan. Deutsche Welle'ga ko'ra, bu vaziyatdan Moskvani ayni paytda faqat va faqat Hindiston qutqara oladi. Endi Ukrainaning Rossiyaga yangi hudud topshirish uchun boshlagan tayyorgarligi bilan bog'liq axborotga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. Ukrainaning hafta ko'zgusi agentligining xabar berishicha, Ukrainaning Chernigov viloyatida 1-iyuldan boshlab chegara hududlarda joylashgan qishloqlar aholisini majburiy evakuatsiya qilish boshlanadi. Bu haqda mahalliy hokimiyat vakillari ma'lum qilgan. Viloyatning shimoliy qismi Rossiyaning Bryansk viloyati va Belarusning Gomel viloyati bilan chegaradosh va Kiyev hafta ko'zgusiga ko'ra, Chernigovda yangi front ochilishini va ushbu hududning frontga aylanishini bilib, oldindan viloyatni tozalab qo'yishga kirishdi. Hafta ko'zgusining urg'u berishicha, Chernigov frontga aylangandan keyin Ukraina Belarusga hujum boshlashni rejalashtirmoqda. Boisi Rossiyaning viloyatga dronlar va artilleriya orqali hujumi Belarus hududidan amalga oshirilishi kutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Ukraina ilgari ishlamagan rejasini Chernigov orqali amalga oshirib, urushga bir vaqtning o'zida ham Belarus Respublikasini va ham NATOni jalb qilmoqchi. Eslatib o'tamiz, Kiyevdagi bosh shtab Rossiya qo'shinlari asta-sekin oldinga siljayotgani va Kramatorskdagi obyektlarga dronlar orqali zarba berish hududini kengaytirib borayotganidan xavotir bildirmoqda. Strana agentligining qayd qilishiga ko'ra, shahar hududi bosqichma-bosqich front oldi hududiga aylanib bormoqda va agar qo'shimcha yordam yetib kelmasa, hudud so'zsiz Rossiya nazorati ostiga o'tishi aniq. Endi Britaniyaning Rossiyaga qarshi tashlayotgan yangi qadamiga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Telegraf agentligining axborotiga ko'ra, Britaniya hukumatı iyun oyida qo'lga olingan va London Rossiyaga tegishli deya taxmin qilayotgan Smartest tankeridan olingan qariyb 100 tonna Rossiya neftini sotishni rejalashtirmoqda. Qiziq tomoni shundaki, Telegraf nashrining yozishicha, neft sotuvdan tushgan mablag' Ukrainaga yo'naltirilishi yoki ushbu pulga Ukraina qurolli kuchlari uchun o'q-dorilar sotib olinishi rejalashtirilmoqda. Qisqa qilib aytganda, London Moskvaga tegishli neftni sotib, uni puliga Ukrainaga qurol-yarog' sotib olib bermoqchi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz
etgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.